Lizikov ko'chasida yashovchi mushukcha. Shulaychani deb umrimni eng gullagan paytini shoxda o'tirib o'tkazaman shekilli. Qani endi yirtqich bir hayvonga aylanib qolsang-da, hamma sendan qo'rqsa. Yordam berish mumkin. Qani aytchi, qaysi hayvonga aylanishni istaysan? Qanaqasiga bo'lsa ham, faqat haliginaqa. Buvim nima deb o'rgatuvdilar? Qanaqa so'z edi-ya? Haqmidi, xurxurmidi? Yo, unaqa emas edi. Haligi esimga tushdi. Esladim. Ana mushukvoy o'zgartiraldimmi? Bo'ldi, qiyofani o'zgartiruvchi kooperativ ochaman. Yaxshi qiz, aytolmaysizmi, men qayerdaman? 7 daraja janubiy kenglik, 30 daraja sharqiy uzunlikdasiz. Qiziq bo'ldi-yu. Qanaqa hayvonman o'zi? Qanaqa hayvonligingni bilmaysanmi? Nega endi? Ilgari mushukcha edim. Voronejda Lizikov ko'chasida turardim. Bo'lishi mumkin, lekin sen hozir oddiy ezma bir begemotsan. Nima? Voy, bir umr begemot bo'lishni orzu qilardim. Ma, kiyib ol. Bo'lmasa boshingdan oftob o'tadi. Kechirasiz, yaxshi qiz. Men sizni qayerdadir ko'rgandayman. Amoda Voronejda bo'lmaganmisiz? Nima deding? Qiz bola emasligimni ko'rmayapsanmi? Uni ustiga o'qlayapman. Kechirasiz. Men ilgari mushukcha edim. Voronejda Lizikov ko'chasida yashardim. Endi bo'lsa. Savanamiz naqadar chiroyli-a, ayniqsa yuqoridan qaraganda. Ahvollar qalay? Haligi voy. Qo'ranchi qo'yvorma. Voy. Voy, bechora xo'roz. Voy, bechora timsoh.
Ahvollar qalay? Haligi aytolmaysizmi? Voronejga qanday borsa bo'ladi, ha? Yosh qiz, Voronejgacha uzoqmi, ha? Qarg'iz, salom, shoshma. Ha, mushuk salom. Yaxshi yuribsanmi? Rahmat, o'zing bu yerda nima qilib yuribsan? Mijoz qidiryapman. Qiyofa o'zgartiruvchi kooperativ. Men mijozman. Jonim Voronejga ketaman. Shunaqa degin. Qarr. Yana musibet oldim, Voronejga keldim. Sen mabodo begemotni ko'rmadingmi? Qalpog'ini unutib qoldiribdi. Yaxshi qiz, meni tanimayapsizmi? Axir men o'sha begemotman-ku. Xo'sh, Afrikamizda nima yangiliklar bor? Мы часто ездим в Африку, в Австралию, в Бразилию, обычно самолетами и реже по воде. Но если вы котенок и вас зовут Василием, то лучше, чем Воронеж, нет города нигде. Afrikadagi nomlar bu yerga qanday kelib qoldi? Здесь нет гиппопотамов, мартышек и рептилий, и даже просто ежиков.